Ramizan Yazmiliri 10. bab Bayram Yazmiliri 1. bölüm Sharabliq Roza Yaki Türk Musulmanliqi. Balkim ko'rgansizlar. Birisi yangi yil kechasi aroq ichsam rozam qabul bo'lamdi deb so'raydi. Rasmiy mubti, ya'ni g'ayri rasmiy mubtig'i albatta bo'ladi. Qat'iy ichmasam bo'lmaydi deguchilar belgilmalarga bo'ysunish kerak deb javob berdi. Berilgan javobga o'tishdan burun so'ralgan savolning mantiqligi haqida to'xtalayli. Bu savol menga davlat qo'llayotgan Türk musulmonligi nazariyasini eslatdi. Türk musulmonligi haqida jar silayotganlarning nimani maqsad qilayotganligi aniq emas. Lekin mening aqlimga Noel, ya'ni yangi yil bayrami bilan Ramizanni birlikda tabriklagan, Rozasini aroq bilan assa bo'ladi deb qaraydigan, badan mamlakatining poytaxti qalbini shayton bilan farishta ittifoqidan shakllangan fitratga yot bir hukmdorga topshirgan g'alati imomlik bir shaxsiyat keladi. Bu qandaqmi mumkin bo'lsin degan savolingizni to'g'ri deb qarayman. Mumkin emasligini aytgan vaqtingizda bu jihatda haqli ekanligingizni ochiq va aniq shaklda ayta olmayman. Narsalarning tabiati degan bir narsaning borligini, buning narsalarning tabiatiga, fitratiga zid ekanligini bilaman. Soğuq bilan issiq, qish bilan yoz, o't bilan suv, o'yman bilan do'ngning bir-biriga zid ekanligini bilaman. Iymon bilan kufr, haq bilan batil, farishta bilan shayton, yaxshi bilan yomon, chiroyli bilan sad, to'g'ri bilan xato, savob bilan gunoh bir-biri bilan zid. Lekin iymon bilan munosabatlik sohada oq qoraga o'xshash ikkisidan birsi kuchga ega bo'lgan nuqtada amal bilan munosabatlik masalalarni oq va qora prinsipiga solgan vaqtingizda aniq bir taraf qilg'il bo'lmaydigan bir turkum masalalarning o'ttirg'i chiqadiganligini bilaman. Shunga bu sababdan bu masalani sherik qabul qilmaydigan aqida sohasining oq va qora prinsipiga solmay bir taraf qilish kerak. Ammo bundaq murakkab zihniyatni faqat amaliy bir ozg'unlik bilan tushuntirgil bo'lmaydigan bo'lib, ostida boshqa masalalar yotadi deb qarayman. So'rab beqishga arziydigan yeri shuki, bu savolni so'rg'ichi Rozani nima uchun tutadi? Roza tutishdagi maqsad nima? Roza uning uchun bir odatmi yoki bir ibodatmi? Agar undaq bo'lmasa, Maun surasidagi shundoq ibodat qilganlarning holiga voy oyati xitob qilgan dindor mushriklarni asıltib, dinni yolg'onga chiqargan holda roza tutib, buni an'anaviy musulmonlikning bir taqozosi deb qaramdigandu. Bu yerda tilga ilingan dinni yolg'onga chiqarish, dinning bir butun hayot barpo qilish plani ekanligini e'tirof qilmaganlikni ifodalaydi. Bundaq bir kishi Roza farz qilingan oyatning bu ibodat bilan nimani maqsad qilganligini bayon qilganligini, bu orqali rozaning insonda Allohga, insonlarga, muhitga va o'ziga nisbatan mas'uliyat engini uyg'otishni maqsad qilganligini bilgan bo'lsa, yana shundoq bir mantiq ichiga kirib qoladimi? Yana u kishi aroq ichishni cheklashdagi maqsadning
insonning o'z qo'li bilan aqliga zulm qilishi, uning ustini yepib qo'yishga urinish xohishini to'sashning muddao bilan bo'lganligi tushundirilsa, mushundoq bir-biriga zid mantiqini o'ttirg'a qo'yatdimi? Hammadan muhimi bir ibodatni ibodat qilgan omilning iymondan etilib chiqqan bir mas'uliyat ekanligini qabul qilish. Shuningdek, sahobaga haq va mas'uliyat ortgan bir iymonning inson bilan Parvardigori orasidagi bir ahdi ekanligini bilish bo'lib, agar savol so'rg'ichi bu haqiqatni bilgan bo'lsa, so'rgan savolning zidlik bilan to'lgan, hatto hamoqatlarcha so'ralgan ahamiyatsiz bir savol ekanligini his qilib yetmasmidi? Bu nuqtada savolga berilgan javobga qarab baqayli. Berilgan fatvoda savol so'rg'ichini qanoatlantirgudek, uni va uningga o'xshash tushunchadagilarning jaholatiga xotima bergudek, o'zi tushib qolgan bu zidlikni ko'rib yetishiga yordam qilgudek bir yip uchi yo'q. Aksicha, savolni odatdagi bir savol qatorida ko'rgan qo'rqinish, tafakkur yo'qsulligiga duch kelmoqdamiz. Bu savolga javob bergan mubtining ahvoli yuqoridagi sababdan savol so'rg'ichidanmi xatarlik bo'lib, Turkiyada rasmiy din xodimlari orasidagi idroq qilish qobiliyati haqida o'ttirg'a chiqqan masala. Tezdan hal qilinishi kerak bo'lgan halqiliq masala bo'lib, oldimizga chiqmoqda. Bu masala din tasavvurining buzg'unchilikqa uchrashi temasi ostida tadqiq qilinishi kerak. Haqiqatan bu mamlakatda ko'chadagi odatdagi bir kishilarning emas, aksicha din xodimlari deb atalgan tabiqining din tasavvurida ig'ir darajada buzilish, ig'ib ketish va buzg'unchilikqa uchrash maydonga keldi. Yeni bir din tili albatta lozim. Mavjud din tili davrimiz insonlari tushunolmaydigan g'alati bir qush tiliga aylanib qoldi. Shunga kishilar bilan yaqin munosabat o'rnatolmayotidi. Ularni o'ziga jalb qilolmayotidi. Yetkizilishi zarur bo'lganlarning yetkizilmay, sukut turishi kerak bo'lgan narsalarning kun tartibga ilib kelinishidagi asosli sabab bu. Lekin buzg'unchilikqa uchragan bir din tasavvurning ustiga yangi bir din tili barpo qilishga urinsangiz, natijasi qandoq bo'ladi? Amalga ishib qolsa, o'ttirg'i chiqadigan natija zamonaviy tushunchadagi shayxul islomliqiga to'hfa qo'shish bo'ladi, xolos.